Bana beka veriş gerek. Kilo 738 kilo. Olmuş bir yarım. Öz toklar. Hakem oldu. Ya. Ne yapsın Rahman? Doğru gireceğiz bu. Şu. Hadi 3 kilo, 700'e. Bir tur yakalasın. Yok, olmadı. Çok. Millet ağlamadan sohtamaz. Oy sakala. Koş. O bizde. Ola bak. Haydi öyle dümdüz. Toplam aşık bu kiraz tip böyle. Ha kiraz tip olsun ha. Kaç. Ya 35'e var mı yazsın? Bu işte bir uzun indiğinde ilgili işlemeye ben paketimi atmadım. Sen değil. Ayşe'lerde yeter. Bu işte bir uzun indiğinde. Akeli yaptı ya, akeli soya yaptım o. Ha, soya yaptım. Anakta var, 740 var, şırlana var, 840 var. Ha, tuvalet etmeyin, hatta onlar. Koş, baba gel, koş. Koş. Yapacağım lazım. Polat. Bir tane olasına o. Ya, bir gün eklemem ben. Ha, vurdum ben. Yok, çünkü yemeğe. Ay! Gibi. Alo. Gittik. Oldu mu? Hadi koş.
Jamshid dayak demaymi? Sizga bo'lsin aka. Rahmonlar qancha ketadi? Jashir bilan Ulardan chiqdik. Jasurbek bugun trendda aziz obunachilar. Sababiki bugun Jizzaxga Sheragam kelganigan juda mol kattalar tonnalik mollar sotildi. Bozor oxirgi holatini hozir video davomida ko'rsatib boramiz. Ertalab ko'rgan bozoringni shu erta tongi bozorda hozir sotilgan variantlarni imkon qadar ko'rsatishga harakat qilamiz. Sigir bozor, Semiz Xunojin bozorlarini so'raganlarni ham albatta video davomida ko'rsatib boramiz. Bugungi sana do'stlar 4-aprel, 4-aprel deb qolaman. Kechirasizlar. 4-iyun haftaning xudo xolisa chorshanba kuni 2025-yil. Sigir bozori, Semiz Xunojinlarni kutgan aka-ukalarimizga imkon qadar ko'rsatib boramiz. Novvos bozori oxirgi o'sha bozori konsovkasini hozir video davomida ko'rsatib boramiz. Necha kilodan keldi? 1 tonna keldi bunisi. Nariyada shirlari ham bor. 950 kilo, 932 kilo, 1 tonna. 1 tonna 100 shuna chiqyapti. Maqtan olmasdan bir salomon berchi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, obunachilar, so'lisizlar. Maqtan olmasdan birinchi o'rinda salom ber. Sheragam kelib qolgan ekan. Uydan mol olib keldim-da, bozorda yo'q edi. Shu endi. Onalar ham bor. Jasurbek bugun trendda. Bizdan yiroqlashmang, bozor manzil akasiz hozir o'z Telegram kanalida bo'ladi. Albatta Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Like bosishda davom etinglar. Imkon qadar sizlar uchun izlanishda davom etamiz. Qurbonliq akalarimizga, ukalarimizga, barcha bizni musulmon davlatidan kuzatib borayotgan obunachilarimizga kirib kelayotgan Qurbon hayiti barchamizga muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin deymizda. Syomkani boshlaymiz. Boshladik, marhamat. Jaska. Ke. Bag'da shirlar aka. Bag' orqadami? Bular ham bor ishda. 60 mingdan. 60 mingdan. 60 mingdan necha kilodan keldi bu buqalarimiz? 700 kilodan keldi. 700 kilodan. Sheragam nechta buqa oldi bugun? 30 ta. 30 ta buqa olibdi. Katta buqalarimiz mana ular necha kilodan keldi? Bular kichkinalar 700 kilo, o'ta kattalar. 700 kilodan bular. Bular qanchadan baraga bo'ldi? 60 dan. Mana katta qancha bo'ldi semental? 61 dan. 5 tasi 61 dan bo'ldi. Ketdik o'sha 61 dan baraga bo'lganlarni she belgisi bu o'sha Jizzax Somsasiga ketgan. Aynaqa zo'r mollarni so'yib somsa qiladi. Jizzaxda. Bular 3 tasimi? Bu nech puldan bo'ldi? Ha, bu boshqa ekan. 2 3 4 nech puldan bo'ldi? Hozir yana bitta kattasi keladigan, uni ham bular 61 dan bo'ldimi? 61 ming so'mdan o'sha Sheragamga, Jizzaxga, Somsaga ketibdi. Aziz obunachilar 61 mingdan. Mana bu ikkita, 5 ta sotibsan-da. Shunaqami? 5 ta. Hozir 6-inchisi kiradimi? Kiradi. 6-inchisi kiradi. Bular necha kilodan keldi? 932 kilo keldi. Mana 932 kilo. 842 kilo. 842 kilo. 800 kilo. Mana 800 kilo. 800 kilo. Mana u qancha keldi? 830 kilo. 830 kilo. Sotilgan variantlar bugungi narxlar akalar. Zo'ri kiradi. Xo'p. Xo'p, mana ular ham mana 61 mingdan baraka bo'lgan Shey emblemada ko'ryapsiz. Jizzaxga 60 mingdan, 61 mingdan baraka bo'lgan buqalar. Xo'p, mana bu buqamiz 63 mingdan barakasi. Tortdimi deyman? Tortdik 1 tonna. 1 tonna. Aka shuni bitta orqasidan aytib yuboringizlar. Haydang shaka.
Ketdi mana. Qayerda ortaysizlar bir? Dishi bor, rekda. Tamangdan ko'tar. Keldi mana. Bu nargı. Instagram'da o artık şey bunu. Anacığı boylap duruyorsun. Var, temeli boylap dur. Hayır. Hayır, ha? Ulan tamam arkanın ağzıyla koyuldum diyor ben takipleri. Hazırlık salış gerekli. Hoş. Şu atı getirdiğim gibi. Daha tatlı. Ha? Hoş. Boş. 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 Aya. Ötün baba. Evet. Aha. Yusuf sizden velat mıken? Hayt. Ben de. Ha?
Unisi tomongami? Dishaga bu tom.